Assalomu alaykum o'rtoqlar. Navbatdagi obyektimiz ham bitadigan, xudo xohlasa. Katyolda qolgan. Katyolda mana joyi. Malarkadan keyin ko'ramiz, xudo xohlasa. Panelli radiatorlar 1 metrlik. Trubalar hammasi izolyatsiyaga tashirilgan. Issiq suv, sovuq suv mana oshxonasi. Shu chiga bu yoqqa tushgan. 50 kvadratli xonadon. Bu yoqqa 120 li panelni qo'yganmiz, radiatorni. Bu ham 1 metrli. Endi sanuzul. Mashina, unitaz, dushovoy bo'ladi. Rakyonasi bo'ladi. Radiator. Mana bitgan holati, mana kafilchalarga tayyor holati mana shunday bo'ladi. 1 santimetrdan sal ko'proq chiqib turish kerak. Kafil haqqi. Endi bu yoqni stashga qilib berishsa, xudo xohlasa malarkadan keyin ustanovka qilamiz. Hozir xuddi shunaqa uyni bitgan holatini ham ko'rsatib o'taman. Mana o'rtoqlar, o'sha uyni xuddi shunga o'xshagan bitgan holati. Sanuzul hozir oxirida ko'rsatib o'tamiz. Katyol ham chiroyli bo'lib tushgan, chekkiga. Radiator. Bu hali endi ustanovka jarayoni. Radiator. Keyin xonamiz, bu ham spalni. Radiatorlar hammasi bitta o'rinda qo'yilgan, lazer bilan. Mana sanuzul. Hozir bitta o'rtadan boshlab ustanovka qilamiz. Byudjetli variant. Ortiqcha narsa yo'q. Yani kirmashining joyi.